masjidlarda iftorlik qilish mumkin emas. Shuni ham aytib o'taylik, azizlar. Ba'zi birlar o'ylaydida, masjidlarda iftorlik qilish qaysidir davrda bo'lgan bo'lsa, u xato bo'lgan. Masjidda iftorlik qilish mumkin emas, chunki masjid oshxona emas, u masjid ibodat uchun qurilgan joy bo'ladi. Masjidlarda iftorlik qilish man etiladi. Bitta yo'li bor. Imom Muhammad aytadilar uni ham. Imom Abu Hanifa, Imom Abu Yusuf, boshqa hamma Shofi'iylar, Malikilar emas man etishadi. Mumkin emas deydi. Bitta Imom Muhammad fatvo beradilarki, birdan bir yo'li masjidga kirganda iftorlik qilish, yeb ichish mumkin bo'ladi. Qachon? Masjidga kirib ketayotgan odam nafil e'tikofni niyat qilib kirish kerak deydilar. Demak, shuni bilib olinglar, kim bugundan boshlab, ya'ni ertadan boshlab masjidga shomda o'qish uchun kelayotgan bo'lsalaring, kirayotganlaringda masjiddan chiqgunimgacha yarim soat o'tadimi, 1 soat o'tadimi farqi yo'q. Masjidga kiryapman, chiqgunimgacha nafil e'tikofni niyat qildim deb kiringlar. Shunda masjidda suv ichib, xurmo yesalaring ruxsat bo'ladi. Agar kim shu niyatni qilmasa masjidga kirsa, masjidda yeb ichish